Hammaga assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun sizlar bilan qiziqarli Telegram bot yaratish video darsligining birinchi qismi bilan tanishamiz. Qisqa introdan keyin qaytib kelamiz. Birinchi bo'lib Telegramni ochib olamiz. Telegramning qidiruviga bot fazir deb qidirib olamiz. Chiqib kelgan galochkali botning ustiga bosib ochamiz. Ko'rib turgan botingiz Telegram botlarining skeletini yaratish uchun Telegram tomonidan ishlab chiqarilgan bot hisoblanadi. Start bosib olamiz. New botni tanlaymiz. Quiz bot deb nom berib olamiz. Bizdan faqatgina nomni so'rayapti. Bu takrorlanishi mumkin. Bemalol takrorlangan, masalan siz ko'rgan nomlar takrorlanuvchi bo'lishi mumkin. Bu yerga yoziladiganlar. Bundan keyingisi, hozirgisi username takrorlanishi mumkin emas. Shu sababdan biz yana bir bor quiz bot deb yozib ko'ramiz. Ko'rganingizdek, bu nom avval olingan, boshqa nom tanlang deb so'rayapti. Quiz intellect bot deb yozib ko'ramiz, keling. Mana bu nom hali olinmagan ekan, shuning uchun bizga API token berdi. Telegram botni ochib bemalol bir marta start bosib chiqsak. Yopib olamiz Telegram botni. Xo'sh, endi yuqoriga chiqib mybots komandasini bir marta beramiz va yangi ochgan botimizni tanlab edit bot knopkasini bosamiz. Hozircha faqatgina name bor, about, description picture, bot pic, private position, commands barchasi bo'sh. Shuning uchun bularni birinma-ketin to'ldirib chiqamiz. Birinchi bo'lib keling about ni to'ldirib olsak. Edit about. Bu yerga o'zimizga kerakli bo'lgan matnni yozib olamiz. Obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosish, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish ham esdan chiqilmasin. Edit description qilamiz keyin. Bu yerga ham o'zimizga kerakli bo'lgan matnni kiritamiz. About bilan description nima farqi bor? About bu Telegram botning biosida joylashadi. Description bo'lsa, Telegram botni ochganimizda markazda u haqida ma'lumot berib turishi kerak. Hozircha men shunchaki video qisqaroq bo'lish uchun matn o'zimga kerakli bo'lgan matnni kiritib olaman. Keyin bo'lsa o'zgartirib olishim ham mumkin. Bot listga qaytamiz va bot edit botga o'tib olamiz. Bu yerdan bot pic-ni tanlaymiz. Keling bot pic-ni rasmini bot uchun logo ChatGPT dan yasab olamiz. ChatGPT ga birinchi bo'lib create bot pic yo'q. Create logo. My Telegram quiz bot. Yo'q, quiz Telegram quiz bot. Mana rasmni yasab bermoqda ham. Yasab bergan rasmni yuklab olamiz. Va u rasmni fayldan joylashuvini ochib olamiz. Menga desktopga uzatib yorish, ya'ni rabochiy stolga olib chiqib qo'yish qulay, shuning uchun olib chiqib qo'yaman. X ni bosib bemalol chiqib ketaveraman va Telegramga o'tib olib edit bot pic komandasini tanlayman. Skriptning ustiga bosib shunchaki yuklab olaman. Buguncha shular. Hozircha bizda edit botda private position, commands va description picture ochiq qoladi. Hammaga xayr.